Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Jasur fermer o'z kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Do'stlar, bizda sotuvda mana shunaqangi germanskiy siniy degan indigutkalarimiz kelgan. Mana ko'rishlaring mumkin. Juda ham iri gigantlaridan. Mana shu erkagi, bunisi makiyoni, mana qolgan makiyonlari ham shatda yuribdi menimcha. Mana shuni jo'jalaridan bor do'stlar sotuvda. Agar bularda ham o'zini pulini kelishib qolsa, bularni ham sotaveramiz do'stlar. Mana shu xo'rozni boqsalar 7 kilogacha bo'ladi. Mana do'stlar. Haqiqiy o'sha 7 kilo makiyonlari 4 kilo, 4,5 kilo go'sht qiladigan Germaniyaning indigutkalaridan olib kelib qo'ydik do'stlar. Xo'p do'stlar, mana shu yerda jo'jalari yuribdi. Hammasi aralash. Va hatto oq indiskiy jo'jalarimiz ham bor. Hop, germanskiylar ham bor. Hammasi sotiladi jo'jalarimiz ham. Ko'pchilik bizdan rosa so'raganda indiskiy jo'jalar. Mana do'stlar, boqqanga yarasha mana shunaqangi sifatli, zo'r zotini boqinglar, maza qilib, ertaga sotsalaring ham yaxshi pul bo'lsa. Mana do'stlar, buni jo'jalari. Hop, hozir ko'rsatishga harakat qilaman. Havo issiq bo'lgani uchun hop, agroddagi o'tlarga tekkanimiz yo'q. Bular soya salqinda maza qilib yurishibdi do'stlar. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana balalari 1,5 oylik atrofida bo'lib qoldi shili, shunaqa atrofida. Buni soni ozgina do'stlar. Bir kishi olib qo'yib maza qilib boqadigan narsa mana hop nargilari izmur deydi. Germanskiy izmur do'stlar. Buni makiyonlar. Mana shularda ham balalari bor bitta ichida. Mana balani zo'r bergan haqiqatdan. Mana olib agar zot qilaman o'zimga shunaqangi indiska o'rdakni zo'rini boqaman deganlar bo'lsa do'stlar, misol sezonda buni ko'paytirib jo'jasini chiqarib sotsalar ham yaxshi daromad qilsalaring bo'ladi do'stlar. Buni boshlash uchun juda hali katta pul kerak emas. Hamma hali cho'ntagidan kelib chiqib qilish kerak. Hali birdaniga 100 ta, 200 ta shart emas. Shu qurbatingiz yetgancha 10 taga yetadimi, 20 taga yetadimi, o'shani olib turib boshlash kerak. Muhimi boshlash kerak. Hali odamlar endi gapiraveradi. Parranda boqib ham daromad qilsa bo'ladimi, boshqa qilsa bo'ladimi? Bu gaplar bizga ko'p aytilgan. Lekin Allohga shukr, mana shu parrandalar orqasidan oilamizni boqyapmiz. Halol kasb, buni ayb joyi yo'q. 7 xazinani biri deb bekorga aytmaydi. Buni to'g'ri yo'lda boqilsa, qaysi sortini boqishni bilish kerak. Keyin bitta indigutkani o'zi bilan to'xtab qolmaslik kerak do'stlar. Chunki indigutka sezonli bo'ladi. Asosan buni yoniga tovuq, parranda qo'shish kerak. Nimaga desalaring, tovuq doimiy tug'adi, qish bo'lsa ham tug'averadi. Har qalay hop, indigutkani ham boqadi, o'zini ham boqadi, bitta ro'zg'orni ham boqadi. Tovuqning tuxumini sotib bemalol tirikchilik qilsa bo'laveradi do'stlar. Sezonga chiqqandan keyin maza qilib jo'jani chiqarib sotish kerak, soqqani qilish kerak, do'baylarga borib damda olish kerak, maza qilib. Bo'lmaydi degan odamlar o'zi qo'lidan o'sha hali kakashgani ham ish kelmaydigan odamlar bo'ladi. Ana yerda nima bo'lar endi bu mishiqlar bir-birini yeyapti. Mana do'stlar, sifatlarini ko'rib turibsizlar. Xo'p, mana oppoqlari do'stlar, oq indiskiyniki, mana enalari ham yuribdi yonida. Oq indiskiy jo'jalarimiz ham sotiladi. Mana bularni hozir endi suvga tushiryapman. Bularni olib kelganimda juda hali qasmoqroq ekan. Endi hozir 2-3 kunda chiroyli qilib malika qilib qo'yamiz bularni ham do'stlar. Xudo xolasa mana shularga o'xshatib qo'yamiz, yaltiratib, tovlanib. Do'stlar, mana shu jo'jalarimiz va indiskiy o'rdaklarimiz ham hammasi sotiladi agar puliga kelishib olsa. Do'stlar, mana hop germanskiylardan ana shu 1,5 oylik, 2 oylikka yaqinlarini 100 ming so'mdan beraman bitta joyga. O'zi 26 dona bor. Hop, mana oq indiskiylarimiz jo'jalaridan bor do'stlar, bularda 50 ming so'mdan beraman. Bu ham zotga. Buni hali ko'pchilik biladi, ishqibozi ko'p. Oqini qilaman deganlar bo'lsa, enasini yana bir boshqatdan video qilib beraman. Xudo xolasa ertaga chiroyli qilib buni cho'miltiraylik. Ichi xaparoq holatda hozir. Mana xo'rozimiz ham gerdayib turibdi. Senga nima bor ekan? Buni ham sotib yuboramiz. Buni ham ishqibozi bo'lsa sotib qo'yaveramiz do'stlar. Mana jo'jalarimizni do'stlar, sifatlariga e'tibor beringlar. O'zi ham yo'g'on bo'ladi, oyoqlari ham mana suyaklari, yelkalari
Mana hali garbanoslari deydi, qo'yib turishlar. Mana biznikini gurtlarini ko'rsalaring, o'ta boshqacha. Mana buni yaqindan ko'rsatay do'stlar. Mana endi buni tomosha qilinglar mana. Mana sifat. Nima deyapti? Germaniyadan kelganman deydi, nima deyapti? Mana. Xo'p, kattaygimiz ozgina do'stlar, o'shani hisobiga yengillatyapmiz. Xudo xolasa joyni kengaytirsak, yana ko'paytiramiz bulardan. Hop do'stlar, sotuvda bizda yana hop adlerlar ham mavjud. Lekin mavjudi o'zi qayerda yurganini bilmayman. Mana shu o't o'lanlarda ichida yurishibdi. Hop, 5 ta makiyon, bitta xo'rozi bor. Rossiyskiy toza liniyasidan do'stlar. Ularni ham sotib qo'yaveramiz aka. Xohlasalaring mana, karaski xo'rozcha ham bor. Buni ham sotib qo'yaveramiz. 4 ta makiyoni bor. Makiyonlari tug'yapti buni ham, yaponchalar. Ozgina qidiruv qo'yaveramiz. Do'stlar, men ko'p marta aytganman. Buni ozgina pul bilan boshlasa ham bo'ladi. Bu biznes yaxshi daromad keltiradi. Muhimi boshlash kerak. Yo joy qo'ysam, yo uncha pul qo'ysam boshlayman degan odamlar yuraveradi, qila olmaydi u narsani. Shu bor narsadan borini bor qilish kerak oldin. O'zini o'ziga yedirish kerak. O'zidan pul chiqarish kerak mana. Mana do'stlar. Adlerlar qaranglar, o'ta go'zallari do'stlar. Mana. Bular 3,5 oylik bo'lishdi do'stlar. Mana shu rossiyskiy varianti sariq oyoqlaridan. Hop. Buni qizil makiyonimizni ham sotib qo'yaveramiz. Bizga farqi yo'q. Puli to'g'ri kesilib bo'yin sotib qo'yaveramiz. Bu ikkitasini sotmaymiz lekin. Bularni zotga olib kelganmiz. Turkiyadan tuxumlari keltirilgan. Xudo xolasa tuxumlarni sotamiz mana. Bir qator bo'lib ketishyapti mana. Bitta xo'roz 5 ta makiyon. Bitta makiyonim o'zi 6 oylik. U tuxumga tayyor. Bular 3,5 oylik do'stlar. Uni ham o'sha bitta narxda beraman. Aloqaga chiqarasizlar. Kelishtirib beramiz xudo xolasa. Xo'p, bular ham sotiladi. Xo'p, yana bizda sotuvda nimalarimiz bor? Hozir. Agorodga ahamiyat bermaysizlar. Atayin buni tozalagani yo'q. Nimagaki hozir havoni ko'rib turibsizlar. To'g'la maza qilib buni tayda ora olyapti. Mana buni o'zini o'zi qamab qo'yganim bu ham sotilaveradi. Yapon makiyon bu. Mana do'stlar, buni qaranglar, endi yaltirashini qaranglar. Endi bularda mana shu lavanda deydi bularni. Bular lavanda seriya bo'lib ketadi. Ajoyib narsa bo'ladi juda ham do'stlar. Internetga yozsalaring ham chiqarib beradi. Xo'p, ota-onalarini ham sotib qo'yaveramiz do'stlar. Ularni xo'p, makiyonlarini 250 mingdan qilib beraman. Xo'rozini mayli 350 ming qilib beraman. O'zi 400 ming sotishim kerak edi xo'rozini. Buni apachilar ham sotilaveradi eslarcha. Do'stlar, aloqaga chiqaveramiz. Manzilimiz Qo'qon shahar, yaxshi bilasizlar. Pochta shu petakgacha olib chiqib beramiz. Narxlarni aytib o'tdim. Mana germanskiy go'jalarimiz shu 1,5 oylik, 2 oylikka qarab kesib turganlari mana do'stlar. Mana shularda 100 ming so'mdan qilib beraman. Bundan 26 dona bor. 20 tasi mana shunaqangi yoshda. Xo'p, 6 donasi kichkina, ularni mayli 50 ming so'mdan qilib beraman do'stlar. Shoshilamiz, aloqaga chiqinglar.